Salam dostlar, Elçi programımızın yeni sanını görüşünlerine karşı alınız. Şinjan Sübi Adukat Ornunun hemkarlaşıkçısı, pişkan tecrübelik adukat Fatigil Abdülkadir. Fatigil'de karşı alınız. Köpçülük tonulgan psixiki məsləhətçisi Ali Muallim. Ali Muallim karşı alınız. Hoş, okutukçularını karşı aldık. Əmdi kızgın alkışlarımız bilen bugünkü çıraylı kızlarını səhnimizde kütüp olaylı. Merhamet kızlar. Əmdi kızgın alkışlarımız bilen bugünkü çıraylı kızlarını səhnimizde kütüp olaylı. Merhamet kızlar. Programımızga baskan kadımыңlar yarışıp gelsin. Mana bugün qaraydigan bolsak, ikki mehmon ko'payib qapti va yangi mehmondan ikkisi kelibdi. O'zinglarni tanishtirib o'tamsizlar? Yaxshimisizlar tomoshabinlar? Mening ismim Qadriya. Qadriya, nima kasb bilan shug'ullanasiz? Mening kasbim girimchik. Kasbiy girimchikmi? Ha, kasbiy. Yaxshi bo'lg'ida kelar qilsam undaq bo'lsa Qadriya o'zining mahoratini ko'rsatib bizga chiroyli girimlarni qilib baqsin, qizlar. Ketibmi qolmasa? Bo'ldi. Rahmat, qanisiz? Yaxshimisizlar, men Gulmira. Gulmira. Siz nima kasb bilan shug'ullanasiz? Yuja konzoshi ajma. O'zingiz mustaqil bir xizmatxona ichibsizda? Yuja o'gitamsiz boshqalarga o'quvchilaringiz ko'pmi? Hali chiq. Bo'ladi. Rahmat sizga. Rahmat. Qadrli ko'rman do'stlar, Elçi programımız yo'l qo'yilgan hozirgacha har sonda nodir mazmunlar ko'rmanlarda yuz ko'rishgandan sirt bizga ko'rmanlardan yaxshi inkoslar kelyapti. Xo'sh, qizlar, undaq bo'lsa, birinchi mehmonni taklif qilishdan burun biz uning bilan ekran orqali tanishib chiqaylik. Qani ekran qaranglar. Qatnashib keldim. Salam. Rahmat. Qizlar bilan salomlashamiz. Raskat desam hozir men shu go'zal qizlarninki o'tirg'i sahnaga chiqib pek jiddiylashib ketdim. Hammalarga men Abdurahmondan o'tib salom. Shundoq yaxshi bo'ldi, tunji ko'rishish. Shundoq samimiylik bilan o'zining sizlarda go'zal qizlarni ko'rib jiddiylashib ketganda, naq maydonda sizlarga da'vat deyman. Hammamiz intiladigan nishon bo'lib qoldik. Chunki kimning sog'lom turg'isi yo'q, kimning go'zal turg'isi yo'q. Xo'sh, qizlar qarab baqsangiz kim chiniqadiganda ko'rinyapti? Qizlar qarab baqsam, hamma chiniqlaganda ko'rindi. Mendan boshqa da, ha? Sizdan boshqa da. Aqlli ekansiz, bilib oldingiz. Rost aldirashlikdan mening vaqtim chiqmayotdi. Hammasi chiniqadi deganga men sal ishonmay qolyapman. Mayra chiniqamsiz? Men odatda rostga qilsam bek chiniqib ketmayman, lekin chiniqishni yaxshi deb o'ylayman. Bek bag'im bor, lekin vaqtim yetmaydi. Lekin Mayra ismliklar odatda vaqt chiqaradi. Uyda u bu musiqalarni qo'yib usul o'ynab qo'yman, ash chiniqqan deb. Bundan qanday usul o'ynaganini biz bir ko'rib baqaylikmi Mahiraning? Masalan, chiniqish uchun qanday usullarni o'ynayotdi? Bir naqshidan birini ma'lum. Yana bunda qilib musiqalarni qo'yib bundan untatirmay aytdim. Mayli untatir bo'lsin, bugun chiniqish uchun mana terner keldi. Qaysi harakatni to'g'ri qilyapsiz, qaysi harakatni xato qilyapsiz deb beralaymiz. O tennimadek men qilmayman. Bunda bo'lsin. Bayatın Mayra chiroyli usulni bizga taqdim etdi. Sizcha normal sharoitda agar chiniq saroylarga borolmaydiganlar bir kunda oilada mushtaq musiqalarni qo'yib, qanchalik vaqt usul o'ynab bersa, urug'lashga, salomatlikka foydasi bor? 40 minutgacha hamda badan qisish harakatiga tava bo'ldi. 40 minutdan keyin badandagi moy serish harakatiga tava bo'ldi. Undaq bo'lsa, Abdurahmon Ma'lim, siz bir terner bo'lish sifatingizda albatta badan go'zalligiga bek ahamiyat berishingiz mumkin. Masalan, kimning badani qanday, kim chiniqib turdi, kimning ortiq moylari nada bor degan narsalarni siz bizdan bekrak bilasizda. Odatda kelgusidagi jo'ringizga nisbatanmi sizning qattiq talpingiz bormi? Masalan, badani chiniqqan, muskullari chingroq bo'lgan, daq
bir qizlar bo'lsa demsiz yo semizroq bo'lsam urug'ilta olaman deb o'ylamsiz? Normal bo'lsa deb qarayman o'zim. Normal. Normal badan bo'lsa. Masalan, normal badan bo'lsa necha kilo, bo'yi 1 Semiz metr. emas, bak urug' emas. Masalan, bo'yi 1 metr 65 desak, necha kilo bo'lsa muvofiq bo'ldi? 60 kilo bo'lsa muvofiq bo'ldi. 60 kilo. Qaysilar 60 kilo? Mayra 60 kilo ekan-da. Xo'sh, undaq bo'lsa, qizlar, erkin ixtiyori menda sanglar bo'ladi. Siz odatda qanday ish qilishni yaxshi ko'rasiz turmushingizda? Eng yaxshi ko'rasiz. Bizning kasbidan sir demoqchimi? Ha. Gitar chalishni yaxshi ko'raman. Ha, gitar chala olamsiz. Abla, asli bugun gitardan birini aytilish kerak ekan-da. Naq maydonda gitar bilan bir naqsh aytib bergan bo'lsa qizlar. Rahmat, savolim tugadi. Ha, Ramila. Sizdan so'rab baqsam, agar siz birisi bilan muhabbatlashgandan keyin muhabbatlash jarayonida ikkilarning o'rtasida ixtilof ko'rindi. O chaqda siz avval qarshi tarafning sizdan kechirim so'rashini kutib turamsiz yoki o'zingiz undan kechirim so'ramsiz? Kimdan xato bo'lsa, shu kechirim so'rash to'g'ri bo'lgan niyatda. Bir ezib ketdim de. Bir ezib ketdim. Siz Jalimalı bundan qanday javob bersa qizlar xush bo'ladi. Bu yerda ba'zi javoblarda biz to'g'ri javobni izlamaymiz. Balki boshqalar anglash xohlaydigan javoblarni izlaymiz. Bularni erlik nuqtasidan aytganda to'g'ri xatoni surishti qilish menimcha erlar uchun bir mag'lubiyat hisoblandi. Chunki nurg'un vaqtlarda ayollar o'zi signal berdi qanday javob anglashni. Ammo erlar chu desa uning berayotgan signaldan kori yo'q. To'g'ri xato bilan yapılışıdı. Neticede u to'g'riligini isbotlagan bilan qizning ko'nglini uqtiradigan gapda. Shunga ba'zida bu qizlarning qanday javob anglashini cho'qim oldin faraz qila olish kerak. Shunga qizlar amaliyotda xatolik sodir qilishini bir akilish deb qaraydim. Xuddi dada qizni kechirib o'tgandek, ashqil bir xil mehr muhabbatni talab qiladi. Bu vaqtda sening xato to'g'rini surish qilsang, u qiz bilan tang o'rinda qo'yib bo'ldi. U qiz bilan sen o'zingni tang o'rinda qo'yganda, u qizni sana nisbatan cho'qinish bo'lmaydi. Cho'qinish bo'lmagandan keyin muhabbet tabiiyli suslaydigan gap. Shunga bir qizga xuddi uning dadasiga o'xshash muomala qilgan vaqtda onandan bu qiz mangu shu odamga bir xil ham bexatarlik tuyg'usi qila oladi, ham uningga akilalaydi, ham uning cho'qina oladi. Bu vaqtda barliq ayollar o'tirsidiki kerakli bo'lgan hissiyot xurishlarini uzun mezgillik saqlab qoldigan gap. Rahmat. Rahmat. Ramila, siz mush sababdan chiroqni o'chirayotdingizmi? Ha, to'g'ri. Agar siz Abdurahmon qanday javob bergan bo'lsa, chiroqni saqlab qoladingiz? Qizlar deganning asosan o'g'illardan ojizroq keldi. Shunga o'zidan bir ojiz odamning o'zidan kechirim so'rashini kutib o'ltamay, agar xato bo'lsa, shu vaqtni o'zida agar ayollar amaliyot ojiz emas, ayollarning ojizligi eng cho'ng kuch. To'g'ri. Eng cho'ng kuch ayollarning ojizligi. Bayatdan o'tgan sanda Fatima xonim dedi, ojiz zo'ravonligi deb. Ojiz zo'ravonlik ikki xil bo'ldi. Aktiv ojiz zo'ravonlik emas, erlarning bevosita ayolni bo'zak qilib, kuch ishlatib, qarshi tarafga zaxm qilish. Yana birisi passiv ojiz zo'ravonligi. Passiv ojiz zo'ravonlik nimasi? Ayollarda pichor bo'lish orqali kichikgina bir ish bo'lgandiki, yig'lab, munda deblar hamishni bir taraf qilishmi bir xil ojiz zo'ravonlik hisoblanadi psixologiya nuqtasida. Er kishini yig'lab qo'rqatgan ayol ojiz zo'ravonlik qilgan bo'lgan, lekin men bek qiz qilayotgan bir ish bor. Azroq qulig'im anglab qoldi, lekin bek kang doiralik emas. Erini urdigan ayollar bor deb anglab qoldim. Yo'qdi Patigulda. Bunda ahvollarmi osonda bor. Oldingizga kelgan dilo misollarim bormi? Az to'la bor. Bek kuchtingur ayolmi yoki bisham ayolmi va yoki eri bakrak Bundan evde bu severlik bor. Vaqishib kirib, uy kirib o'shidan chiqargan yoki boshqa o'shidan kelib chiqqan asosda ziddiyat bo'lgan, ham shu jarayonda da'vo shakllanib, sudga arz qilib, ajrashishni talab qilgan dilolarmi bor. Er kishi tayoq yeb ketib, ajrashishni talab qilgan dilolar borganda, lekin bundaq dilolar ham nayt osonda. Demek bir tarafdan savatlarını bilgeç, bir tarafdan psixik jihat məsləhətlərini ağış yaxşı paranlaşıyatımız. Abdurahman, özünüz xalab, kimdən qandaq sual sorğunuz var? Mərhəmət. Abdurahman so'rashdan burun men Mayram shu qizlardan o'rtaq bir savol so'ray. 8 qizdanmi? 8 qizdan. Bo'ldi. Biz fikrni baqayli. To'y qilish uchun muhabbetlish kerakmi yoki muhabbetlish uchun muhabbetlish kerakmi? Ali sizlardan jiddiy so'radik. Mayra. Ben muhabbet için to'y qilma. Anondan keyin lekin yurish to'g'ri. Bir-birimizning mijoz xarakterini bilish kerak.
Mən şeyin kirgan mehmonlarninki javobini anglab baqima. Qadriya siz qanday qaraysiz? Mening ko'z qarashim shu to'ydan burun yurib bir-birini yaxshi ko'rgandan keyin andan keyin to'y qilsa shu hisobda muhabbatni shu to'y qilma deb turib yursa shu yaxshiraqmi deb o'ylayman. O'g'illar ko'pincha vaqtlarda o'zining nachar holatini asosiyatdan chiqarmaydi bo'libmi u qizning keltirish jarayonida. Chunki o'zining eng go'zal, eng shu qiz xohlaydigan qizlar chiqaramdi. Ha? Qizlar chiqaramdi. Qizlar asosiyatdan qizlar bir ömür chiqarmamdi deyman. Qizlar bir ömür rol o'takidi menimcha. Ammo erlarga nisbatan aytganda erlar to'ydan keyinlar o'zining asl mijozini chiqaraverdi. Buni kishilar o'zgardi deydi, u o'zgarmaydi. Faqat yuchun holatdan oshkora holatga o'tdi degan gap. Rahmat. Demak, qizlarning talab qilayotganini anglayapsiz. Qizlarning tuyg'ulari bilan uchrashyapsiz. Eng muhimi, ma'lumlarningki qizlar bilan fikr almashtirish jarayonida tuyg'ular bilan uchrashish orqali mana chiroqlarning hammasi asosan yeni holatda turibdi. Birla Ramila hayotning sabab tufayli uchrayotganini hisob qilmaganda. Demak, siz qizlarning ko'ngillik oqatli shahzoda ekansiz, emasmikansiz? Hozir men iliq qizlar bilan aniq tushunchaga ega bo'lmoqchiman. Unda o'z tushunchaga ega bo'lib yiqin. Kimdan savol so'ragingiz bor? Bu yoqdan savol so'rab boqay. Fayza. Siz odat o'g'illarninki egri besiq bo'lishini yaxshi ko'ramsiz yoki sho'xaroq bo'lishini yaxshi ko'ramsiz? Men endi normal o'g'illarni yaxshi ko'raman. Bek unda sho'q emas. Bek ham unda mo'rmas bo'lsin yo'q ko'rmayman. Normal. Hem xo'shalligini, hem qayg'usini, hem o'zining har qanday bir ish mijozini oshkorlay oladigan. Qatlig'im bo'lsin. Ha? Ashtaq bo'lgan bolalarni yaxshi ko'rganman. Mijoz xarakterda. Bu savol so'rashdiki maqsadim hamda Mayra ma'lum meniki o'zimningki mijozim Ali ma'lummi psixika darslarda so'zlab o'tdi. Men o'zimni bir ashtaq men egri bisiq deb o'zimni bir egri bisiq qilib olgan xarakterdagi bir o'zimni akirib olgan demdik uning ma'lum. Müstaq akirib olganman o'zimni. Hozir sanda o'zimningki bir ifodalash nimam biza tuvan gap qoldi ekan meniki. Yo'q, bunda gap. Qizlar hargiz o'g'illarning gap so'zlariga qarab hukm qilmaydi bilib. Qizlar degan tabiiy tafsilotga diqqat qildi. Shijiga diqqat qildi. Sen muhim o'ylamagan narsalarni ayollar intayin muhim o'ylaydi. Hatto ta'sirlanib yig'lab ketish mumkin. Sen ularning nimalarga ta'sirlanib yig'layotganligini anglagan vaqtingda er bo'lish to'g'ridan kulgin kelib ketadi. Ammo ular shunday bir insonlar ayollar. Ular hargiz bir odamning gap so'ziga asosan emas. Sening balkim bu jiddiylashing, jiddiylashmagan bolalar qaraganda bekrak mush qizlarni ta'sirlantirish mumkin. Balkim sening jiddiylashib ketishingni yaxshi ko'rib qoladigan nurg'un qizlar bor. Bu sahnada sen balkim men o'zimning ko'ngildagidek yoshan qilolmadim deyishing mumkin. Balkim sen o'zing o'ylamagandimi yaxshi yoshan qilayotgan bo'lishi mumkin. Chunki bizning sen ko'rsatgan yan emas, sen ko'rsatmaydigan yerlik diqqat qilganligimizni hargiz nazardan soqit qilmoqdim. Bomda? Rahmat Ali ma'lum. Men boshdan oxir qardim. Abdurahmon boshdan oxir to'xtatmay talab ketyapti. Abdurahmon nisbatan jiddiylashyapti. So'rasam, siz burun ternerlik qilishdan burun nima kasb o'qigan? Aktyorlik kasbida o'qigan. Aktyorlikda o'qiganmi? Men aktyorlikda o'qigan bolalarni ko'p jiddiylashmaydi deb o'ylab olatdim, qirg'an xatolashgan o'xshayman. Undaq bo'lsa, bunday qilaylik. Hozir siz jiddiylashmagan holatda tushunasizmi? Obrazga kiring. Siz faqat jiddiylashmagan, qizni jiddiylashtirib o'tadigan bir o'g'il. Men nisbatan tortinchoq deb o'ylagan bir qizni chiqiray. Gulmira. Chunki ishqinglarning kasbinglar garchi atalg'u jihatdan yaqin kelmagan bilan ma'no jihatdan yaqinlashib qoladi sog'lomlik uchun. Xo'sh, Gulmirami chiqdi. Undaq bo'lsa, siz hozirgi jiddiyligingizni butunlay yo'qotayotgan asosda siz nayt xarakter kuchlik, mundaqcha aytganda qizvalni bek boshquradigan bir o'g'il bolaning rolini. Qizlar men rol dedim jimi, ya'ni Abdurahmonning oldiga qarab uduqib ketib chiroqlarni o'chirib samanglar. Rolini e'lon. Siz yuvosh nimdi sadaydigan qizning rolini olib bering. Bu qiz siz saqlagan yer kechikib keldi. Ya'ni 10 minut kechikib qoldi. Siz qattiq ochig'ingiz keldi. Odat bu qiz faqat kechikmaydi. Boshlanglar. Qana ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Bugun necha payt kechikib ketdingizmi? Shu olaroq ishib qolgan shu. Odatda kechikib ketmaydingiz, soatni birga badi bek saqlab ketdim sizni. 5 soat oldi shu. Ha, bo'ldi. Bundan keyin ham istiqat qiling, ha? Ha, ma'qul.
Qarqat yaxshi bo'lsin. Açıq yo'qmi nima? Hozir ochiqlang desam, fursatni bersam ochiqlimda, bo'ptamsa devatdi. Qargilda. Chunki Abdurahman o'zi shundoq qamlashgan ekanda, o'ziga bo'lgan ishonchi bilan chiqish kerakdi. Lekin talab ketgani qaraganda, jiq qizlarni ko'rib, bu qizlarning har birisi o'zidan yuqori turdi ekan, bu qizlarning har jihatdagi holatiga qaraganda shundoq turgin turibdi deb jiddiylashdi hozir. Her shaxsan sizlar qarab yiqinglar, Abdurahmanning shundoq ortiqchilari bor ekan. Ortiqchiliklardan mush o'tagan qizlar qiziqishinglar bo'lsa, qiziqishinglarni danglar. Sizmi mush qizlar bekerak qarang. Bugun siz mush qizlarning orasidan o'zingizga bir loyiqdan birini akir kutish uchun shundoq dadil qadamdan besib bu sahnaga keldingiz-ku. To'g'ri. Undaq bo'lgandan keyin eng muhimi yeningiz turibdi u qiz o'zingizning kasbiga o'xshashga. U qiz qanday qaraysiz? Abay o'yinigacha tuzukli bo'shtaqlar. Eqiyotgan eqin sudakildi. Futturg'ilga qildingiz. Uningdan boshqa talablaringiz bormi? Bo'ylar kelachibdi. Kammi sizga kelmaydigan yer nima ekan? So'zlashib eng yaxshi fursatni bir yaratib beqinglar biz bir ko'rib baqaylik. Abay bo'yi normal bo'lgan 60 kilo atrofida bo'lsa degan shu Gulmiraning necha kiloligini tas bilamay qoldim. 64 kilo. 64 kilo. 4 kilo ish ketibdi. Hamda Abdurahman ham unisiga samimiy ekan bu bola. To'g'ri. Ha, eng muhimi samimiy ekan. Qag'in nefsan bo'libdi. Anda Gulmira siz-chi chiroqni hozirgacha yondirib kelibsiz. Siz Abdurahmanni qaysi taraflarini yoqtirdingiz? İşkelenler buraya kelib qo'ygan. Bizning xizmatingiz ko'pak o'xshab qoldi deganda. Ovoz Abdurahmandan chiqdimi Gulmiradanmi? Ikkalan naqkab to'xtab bir ovoz chiqdi. Mijozimizning o'xshaydiganligi Tuyuqsiz eshitib qolgandek tursiz ha? Azroq paranglashib boqamsizlar? Agar Gulmira jiddiylashsa o'zining joyiga berib paranglasin bo'ldi. Şey paranlasam bo'ldi. Lekin men demakchi ishimizning xizmati o'xshab qoldi. Kemayliqi ishimizning xizmati o'xshab qolishini men xalab ketmayman. Ha, xalab ketmamsiz. Bo'ldi. Qani. Ha, undaq bo'lsa Gulmira xizmatimizni Abdurahman ko'nglingiz yerim bo'ldimi? Ha? Yo'q, ko'nglim yerim bo'lmadi. Nimishga? Sizga kelgan xo'shallik ketib qoldi. Ha? Nimishga siz faqat Gulmiraning ko'nglingizga olmaganmidingiz? Ko'nglingizning bir yeriga qo'ymaganmidingiz? Ko'nglimga Başlar yoki o'xshash bir kasbkamiz bo'ldi endi. Gulmira endi joyida turib qolsa bo'g'dak deb o'ylaganmidingiz? Gulmira qarsam ishimizning mijozimiz rost o'xshaydi ekan. Tatminchoq jihatim bo'lsin, lekin so'z qobiliyatimiz jihatim bo'lsin. Shunga shu jihatdan men Gulmirani ajab bir-birimizga o'xshab qoldik ekanmiz, mush taraflarimiz deb o'yladim. Ha, yaxshi. Xo'sh, hepsi. Ha, qizlar bir ko'rib. Xo'sh, qani siz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizdan so'rab baqsam, boya deb o'tdingiz, bo'y egizligi, kilosini degandeklarni. Agar ishkana to'y qildinglar, to'ydan keyin o qiz tuyuqsiz samirib ketsa qanday qaraysiz? O'ylig'ingizdan bakrak samirib ketsa. 75 kilo chiqsa demakchi. Endi men o'zim bir badan go'zallik treneri bo'lgandan keyin o'zim buni cho'qim tizginlab menashim kerakda. O'zim bir qo'lliq tarbiyalab, o'zim bilan tang mashqlantirib, men deb o'ylayman o'zim. Xo'sh. Yaxshimisiz Abdurahman? Yaxshimisiz. Siz shunchalik qattiq ochiqlangan vaqtingizda shu ochiqingizni qanday usulda chiqarsiz? Ya tamak chekib chiqaramsiz, haraq ichib chiqaramsiz yoki bir narsadan urishqingiz kelamdi? Yoki bir narsadan chiqib etganingiz kelamdi degandek. O'zim eg'ir besiq bo'lganim bilan shu ochiq jihatdan men bak qattiq ochiqlanib ketmancha ochiqlansam. Bu vaqtda men bir cho'nqur nafas elib bizniki zalga berib shu yerda eg'ir mashq qilma. Mashq qilish orqali o'zimni ochiqimni besib olma. Qum xaltasi urdi ekan. Men o'ylagan. Butun ochiq bilan mana da. Badan mashq eg'irlik ko'tarish shu usul orqali ochiqimni yondirma hisobda. Alimalim menimcha Abdurahmanning ochig'ini yondirish usuli siz davatgan ilg'or tipdagi ochig'ini yondirish usuli kirmam. Cho'qim chiqarib yetish kerak deyishdi-ku. Abdurahman chiniqish orqali, eg'irlik ko'tarish orqali chiqaradi ekan. Bu ilmiy-a? Bu eng to'g'ri shuchu. Chiniqishning o'zimi amaliyotda nurg'un erlarning badanini go'zallashtirish emas, mingini amaliyotda qattiq sog'lom qiladigan o'yan. Chunki har bir qatim chiniqqan vaqtda uning butun o'tmishidagi jarohatlari shu chiniqish orqali nima desa, bara saqiydi. Shunga bu Abdurahmandek bolalarning ochiqning rost keldigini bor. Bayat degandek. Ammo Abdurahman hargizmi
Meyli kız bolsun, meyli o'g'ilga qo'l tekkizadigan mandaq adam tip emas. Qani qizlar, qiziqqanlaringlar texnik tushunish asıl qilib beqinglar. Qara Xayrgulda, Mushtapning o'zida 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiroq yoqtab ketdi Aliya. 6 chiroq yanala Abdurahmon uchun yo'riq holatda turyotdi. Mayra. Men bir savol so'rab qo'yay degandim. O'zingizmi xil qamlashgan ekansiz hamda jimidim desangiz yog'an bo'lib qoldim. Qancha qitim yurib aylik ketdingiz hozirqidan. Nim soatdan aylik ketdingiz, aylik ketgan sababingizga bilib taqim bor. Qancha ketimdan dedingiz ku. Yaqinda mening maqsadim aylik sababingizni bilgan bor. Keyin agar ishimizda nisbet qas yurib qolsam, ash savallikni men pek bilib baqqan bo'chim. Keyin men sodir qilib qolmay demoqchi. Hamda ayrılıp ketish sabab Necha qatam yurdingiz avval birinchi savolga javob bering. Qancha qizlar bilan aralashib vaqtingiz? Bir qatam yurdim. 2 qatam yurdim. Birmi, ikkimi? 2. 2. Ha. Birinchisi bilan nima sababdan ayrildingiz? Birinchisi kichik vaqtlarimizdagi to'liq boshlang'ich maktablardagi to'liqsiz maktablardagi ketmay cho'ng balamdan gumon qilib ketdi uyga qaytganda. Keyin anondan shu oliy maktab chiqqan vaqtdagi yurganimiz. Ikkinchisi oliy maktabdagi. Unda biz birinchisini paranglashmayli, ya, Mayra. Ikkinchisini anglab beqing. Nima sababdan ayrilib ketgandingiz? Shu hamda shu hisobda shu iqtisod to'g'riliq ayrilib ketgan sabab. Iqtisod sizdan chatoq chiqqanmi, qizdan chiqqanmi? Iqtisod hamda mendan chatoq chiqdi, qiz boladan qanday iqtisoddan chatoq chiqdi yana. Sizda pulsiz yo'q deb tashladimmi? Undamizda. Iqtisod taqashida hisobda. Necha o'g'lingiz sizda iqtisod bizatman bo'lib qolib, shu bilan sizga yuz o'rib ketib qoldi degan gapmi? Sizdan chiqadigan masalami, chiqmaydigan masalami? Mendan chiqmaydi, men pulga qarab ketmayman. Endi siz bir so'rab beqing. Yana bir so'ramoqchi. So'rag'an Mayra. Odatda men o'zim kitob o'qishgan, biroq siz o'qamsiz, o'qimamsiz. Men o'qiyman, lekin chiqamas. Qanotlandingizmi Mayra? Sayat qiziqamsiz. Qiziqma, sayat qiziqmaydigan qadam bordi. Yaqin ba'zanlar joylarga pullam yig'ishni yaxshi ko'rdim. Bo'ldi, rahmat. Qadriya. Siz o'zingizni terini dedingiz emasmi? Hozir qizlar qiz terini chiqqu Chiniq saroylarda. O'zingizning yana bir juftniki shu sizga o'xshash terini bo'lish bo'lib qolsa agarda, shuni o'zingiz qabul qila olamsiz? Qabul qila olmayman. Texmi yaxshi bo'lmadi. Ya endi deyman qo'y, siz o'zingiz bayat dedingiz-ku, shaxsan agar endi ikkimiz aralashib qolgan bo'lib qolsak, siz bayat dedingiz-ku, qiz terini nimalari o'quvchilarim bakchiq deb. Shaxsan men ancha bak qabul qilib bo'lmayman. Endi o'zimning yana bir juftniki atrofidagi qizlarni ancha bak chiqib ketishini qat'iy qabul qila olmayman-ku. Endi ba'zi gaplar bor-ku, qizlarla o'g'il bolani o'tirsidagi do'stlikqa nima deymiz? Do'stlikda taraqqiy qilib boshqacha bo'lib ketib qolsa, keyin men quruq qolaman degan. Mana menimcha Qadriya maxsus terner taklif qilib urug'laydigan qizlar nisbatan samarvilib shu tezroq holatda urug'layman deganlar maxsus terner taklif qilamdi yo unday emasmi? Hozirgi o'lcham qanday bo'lyapti? Tezroq urug'layman deyotganlar, undan keyin maxsus terner taklif qilaman deyapti. Siz o'zingizga ishonishingiz kerakmikin deb o'ylab qoldim u. Lekin u boshqa qizlarni ham bilolmaydi. Lekin 60 kilo emas sana. Bo'ldi. Xo'sh qani Aliya. Kiyinishingizni yaxshi ko'rdim. Men bak samimiy, bak illiq chiroy berdingiz, yaxshi ko'rdim, mijozingiz yaxshi ekan. Lekin shu bir odam ko'rgan avval bir yoqtirgan qiziqish bo'ldi-ku. Lekin men undan qiziqish bo'lmadi. Shuni kechiring, chiroqni o'chirib etdim. Men so'rayman. Abdurahmon, siz olmuş kelgusdagi juftingizga bir talabingiz bormi? Masalan, taq turuq jihatdan, bo'y jihatdan abiyam dedingiz-ku. Kilo sanni o'qitim 60 kiloga. Bo'y egizligi, yurish turishlarga talab bormi? Onun lekin sizdan cho'ng bo'lib qolsa yoki bo'lmasa, oilangiz bilan qo'shilmaydigan ahvollar bo'lib qolsa, mush masalalarni hal qila olamsiz. Bu masalani birlikda hal qilsak bo'ldi. Ondan keyin talabim qiz taraf mas'uliyatchan bo'lsa, yana birisiga opamga o'xshash qaysar bo'lsa, bo'ldi, shu ikkisi yetarli men uchun. Apangiz oldigan qizingiz yoqtirmay qolsa shu. Apangiz qayliq qila olamsiz deb so'radim. Qayliq qila olmayman. Birlikda shu qiz bolalar birlikda oldiga berib qayliq qilsak bo'ldi. Masalan, yana bir ko'rsamdiki, yunjudak sho'rplarni qaynatib, yomg'irda qas. Aytratman, yomg'irga hech qisi yo'q. Yo'q. Men bu uyni oldida emas deb degandakman. Ha, ana. Qaysilar yunju bo'laysiz?
bo'ldi canım. Mesela siz şu kız siz bo'lib qolsangiz mesela mening opam qo'shilmadi deydi. Ben sizni yaxshi ko'rsam bo'layinchi. Agar opam qo'shilmadi, ishkalam bordi qo'ygan. Yoki ishingiz cho'nkandamdi, yoki bolam meni bizning o'zimizning topqinimiz bodamdi, qana qilamiz. Bu yoq chiqma Fayza qani rafiqa. Agar qo'shilmagan qaynona olsa mana turibdi. Qo'y sizning ota-onangizning tarbiyasi yaxshi emas ekan-a? Biz mendan xabar yo'q bo'yi kep kiraveribsiz-ku. Ishik chekish, ruxsat qilgandan keyin andin kirish degan bir adab axloq tuyg'usi bor. Bumi yo'q ekan? Bizning uyga qanday kelin bo'lib kirgil oldu? Ko'zing ko'rkajimi sening? Fayza gap qila, yunchi bo'lma deganmi? Gap qilma. Men ishik chekkan o'g'limga o'xshaysiz. Ishik chekkaningizni anglagan, lekin anglamasmi sağandim? Ha, do'st kechiring qaytadan kiraymi? Qayt kirmisingizmi bo'ldi? Chiqasiniz chep kiraychi men kirgim bor. Undan Mishal o'ltirayveray. Mishal o'ltirayver chiqatmaychi. Qo'yay ustoz o'shu besham o'xshamamsizmi shu yerga o'zingizni bir xil aytib bering. Qo'yay Zan men sizga qiz o'g'im bor demasmi shunga? Hamma narsa zo'lab qilib olmaydi-ku. Balangiz mayli bor deyappa. Apa dedi. Qo'y bizga aldirashchilik bu. Apa dedi, apa qani? Ko'lga g'az yarishida qizvalig'i noz degan gap bor. Bundaq aldirib kelsangiz bo'lmaydi qizim. Bundaq aldirgan qizvalig'ning bu oilasining tarbiyasida masala bor deb o'ylayman. Bundaq bo'lgandan keyin keyingi turmushingizda cho'qqim chataq chiqadi. Mani bekerak o'ylashqin juma balam. Apangiz hozir sizga ig'ir bir savolni qo'ydi. Hozir qaysi tarafda tursiz? Opamni ishkaylan bir yillik yuribdi. Bir maqsad kelib oldingiz bo'lsa kelib qoldim. Amal basizdan bir qabul qilishingizni chin ko'nglimdan umid qilaman. Ma hayot degan mangulik bo'ldi. To'yni bir kun qilganimiz bilan bu turmushni 30 yil, hatto 50 yil ömrünü bəs 70 yılını birlikdə yaşayacaq vaqt keldi. Şunun üçün bağı yeni bekarak düşünüş asıl tutub baxsanlar boğudak. Onundan ki ma məsəl toğrusu söz deyəcəyik, Ağlapa kelab edim keləyəcək. Siz bulmadınız. Yüncü bulay da bulamay qaldı. Qandaq bo'ldi ki Abdurahman, bu çoxum adamni da qiynaydigan bir ish. Masalan, siz yoqtirdingiz, cho'nglar yoqtirmadi. Amaliyotda biz o'yin qatorida ko'rib, mana Xayriguldam sizlarga ayt yaxshi moslashib, bir qiziqarli o'yin o'ynagan bo'lsak, lekin turmush o'yin emas. Balkim beshingizga kelganda siz qanday qilish to'g'risi shu vaqt qaror chiqara olishingiz mumkin. Hozirning o'zida qizlar darhol javob berolmagingiz bilan. Lekin hozirgi ahvolda shunchalik gaplarni qilsak, yana mushu qizlar yeningizdan ketmay chin turdi. Faizaning shunda g'ayrati bo'ldi-da shu yerda. Yig'irchiligimni ko'tardi, kulib turdi. Yana birdan o'tiraychi apa deyishlar bor. Mushu umaq yerlardan siz cho'qim suyunishingiz kerak-da. Shuningga boy degandek, vaqt hammani isbotlab berdi. Shuningga siz uningmi buningmi yon bosmay, eng avval mushu yeriqchilikni yaqinlashtirish uchun tirishchilik ko'rsatsangiz bo'ldi deb qarayman. Abdurahman, Manayt ko'ngillik paranglashib qaraydigan bo'lsak, eng oxirida sizga Mahira bilan yangidan kelgan qadriya chirig'ini yeni holatda saqlabdi. Demak, umid bor degan gap. Bizning programmamizning qoidasi mundaq. Agar programma oxirlashay deganda siz uchun bir yoki bir necha qiz chiroq saqlab qolgan bo'lsa, demak, ularning dili sizni xolidi degan gap. Siz shularning ichidan biraylarning qo'lidan tutib naq maydondan ayrilsangiz bo'ladi. Va yoki siz xalamagan bo'lsangiz, naq maydonda ularga o'zingizni qo'yib, naq maydondan chiroyli yolg'iz ayrilsangiz bo'ladi. Endi tanlash huquqi sizda. Demak, qizlar o'zi o'chirib o'tmay chiroqni saqlagan ekan, siz qo'lidan tortib o'tiriga olib kelsangiz bo'ladi. Va yoki oldiga berib chiroqni o'chirib o'tsangiz bo'ladi. Endi tanlash huquqi sizda. Demak, qizlar o'zi o'chirib o'tmay chiroqni saqlagan ekan, siz qo'lidan tortib o'tiriga olib kelsangiz bo'ladi. Va yoki oldiga berib chiroqni o'chirib o'tsangiz bo'ladi. Qani, tanlash ixtiyorligi sizda. Sizga ko'pdan ko'p rahmat, lekin ikkimizning kasbimiz toza to'g'ri kelmaydi ekan. Meni kechirishingizni umid qilaman. Mayra qiz, siz bu gapga nihoyatim bak usta ekansiz. Ba'zi bir sharoitlarimiz ikkimizdan bir-birimizga mos kelmaydi ekan. Kechiring.
Rahmat Abdurahmon. Gerçi sizni quruq qo'l uzatgan bo'lsaqmi, lekin sahnamizga bosgan qadamingizga rahmat aytamiz. Agar yana fursat bo'lsa, bizning sahnamizga qaytib kelishni xohlamsiz? Qaytib kelishni xohlayman. Bo'ladi. Bizning har sonliq programmamizda balkim bir yoki bir necha qizlar almashib turishi mumkin. Biz quruq qo'l qaytgan yigitlarimizning yana sahnamizga qaytib qadam bosishni xohlaymiz. Sahna kutamiz sizni. Rahmat sizga. Xayr xo'sh. Yaxshimisilar ko'rmanlar. Bayan men sahnada azroq jiddiylashish tufaylidan sahnadagi maylar bilan to'liq tushuncha hosil qilolmay sahnadan chiqib qoldim. Bundan keyin sanda men cho'qim maylardan birini tanlab o'zimning ko'ngildagi xodimimni tepib chiqishga ishonchim bor deb qarayman. Shundoq, qoida fursat oldimizga keladi, lekin uni tutqimiz kelmaydi. U fursatning bizga tava emasligini his qilib qolamiz. Qoida fursat oldimizdan o'tib ketadi, apla deb qolamiz. Demak, turmushda qiziqarli hikoyalar ko'p. Endi hammamizning kayfiyatiga tavandagi naqshbakrak tushandi ekan deb o'ylayman. Yeni görse kızarıp
Xo'sh, tövəndə ikinci mehmonni kutib olamiz. Qani, ekran orqali uning bilan tanishib chiqaylik. Yaxshimsizlar ko'pchilik, mening ismim Iskandar. Bu yil 23 yosh, mijoz xarakterim bo'lsa ochiq yo'roq chiqishqoq. Qilayotgan kasbim bo'lsa, o'z oldim ig'lik qilayotgan bir yosh. Mening bu programmaga qatnashishga asos maqsadim bo'lsa, shu men bilan teng bir taraqqiy qila oladigan, meni qo'llaydigan bir loyiq topsam degan maqsadda bu programmaga qatnashdim. Xo'sh, qizlar, alqishlarimiz bilan ikkinchi mehmonni kutib olaylik. Marhamat. Yaxshimsiz Mayra? Yaxshimsiz. Hurmatli so'z, mendan sizlarga o'tliq salom. 8 go'zal qizlarga mendan o'tliq salom. 8 go'zal qizni ekrandan ko'rib keldingizmi yoki elchi programmamiz boshqalarning og'zidan anglab keldingizmi? Ekrandan ko'rib keldim. Ekrandan ko'rgan bo'lsangiz, kim bakrak esingizda qoldi ko'rib qani, qarab yaqin topa olamsiz esingizda qolganini. Bu yoq 2 nomerlik Aliya. Aliya bakrak esingizda qoldimi? Aliyaning qaysi tarafi sizga bakrak ta'sir qilgan? Boytur qo'lamda boshqalarga fikrlash jihatda chiqib bir xil menga yoqdi. Undaq bo'lsa, bugun siz Aliya uchun keldingizmi yoki Aliya bilan paranglashib baqqash, qolgan mehmonlarni ko'rgash, agar dilingiz xohlasa birini julib apmang'il keldingizmi? Aliya bilan paranglashgan boshqalar bilan bir fikrlashib. Bo'ldi, undaq bo'lsa, fursat sizlarning qani o'zaro paranglashsanglar bo'ldi. Aliya, ekranda siz Iskandarga shundoq yaxshi ta'sir qoldiribsiz. Iskandar bilan paranglashib beqishni xohlamsiz? Xohlayman. Qanday yaxshi turdingizmi? Yaxshimi? Siz qandaqroq qizlarni yaxshi ko'rasiz? Men bilan teng taraqqiy qila oladigan, meni qo'llaydigan, meni hurmatlaydigan qizlar. Nishon so'rab baxsam bo'lamdi? 22. Naq tushdik ekanmiz. Qanqansizlar? Men odatda romantik o'g'illarni yaxshi ko'raman. Romantikmi? Romantik? Amsa ifodalab boqamiz. Hozir o'z ifodalab boqamda, bo'ldi ifodalab boqsin, ha? Dedim menga bozor yilib keldi. Baxtlanishga paranglashib keldi. Naq jinim desangiz. Qazab bo'lmadimi, ha? Demak, Aliya bayatdan so'z orqali qilgan romantikligingizni tez qabul qilamidi? Harakat orqali qilib boqamdingizga. Masalan, qo'lingiz bir tal gul bor deylik. Ko'nglim qabul qilishni xohlamsiz? Hozircha xohlamayman, jumla avval fikr almashtirib, anondan keyin sizni tushungandan keyin qabul qilay. Meni hozir tushunmasangiz, gullarni tushungansiz, buni qabul qilasiz. Amsa do'st deb turay, Bo'ldi. Rahmat. Umaq Aliya, do'stlik sifatida Abduray boshqa tushunib qolmang deb alayda eskartish badiya. Bu yoqda qarsak, Mahira bilan bu singlim chiroqni Mayra o'chirib atdingizmi? Mahira bilan bu singlim chiroqni o'chirib yetibdi. Qani sizni anglab boqaylik, nima sababdan o'chirib atdingiz? Birinchidan yoshiyatda farqimiz cho'nkan. Ondan bu yoq sahnaga chiqqanimda ham o'zining nishoni deb o'tdi, shuni o'chirib atdim. Nishonin deyish acaba xatoma? To'g'ri. Am tanlashib ekan, uni ustiga yoshiyati maskamay ekan, shuni o'chirib atdim. Aliyaning ismi chiqqandan keyin o'chirib yetishni o'ylabsiz-da. Bo'ladi, hurmat qilamiz. Qani, Mayra. Bu mehmon chiqsa, men o'ylagandek ekan, lekin yesbek kichikka. Shu amaliyot o'chirib qoldim. Shuma. Yesbek kichikka. Bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Gulmirami o'chirib atdi-ya, musharlikning o'zidilar. Shu yashayapti. Yosh masalasimi? Bo'ladi. Undaq bo'lsa bilan fikrni hurmat qilamiz. Lekin shu topda uchchiroq siz uchun yana holatda Ramila, Aliya hozir o'chirib atdingizmi? Tuyuqsiz qaror qilganingizga nima sabab bo'ldi? Meningmi mau do'stlarimiz o'xshash yashayaptim. Men ham o'zimniki, yana bir juftlimniki mendan yishini sal farq. Nishini shu menda sal cho'roq bo'lishini. Bo'ldi. Bilmaymizmi? Rahmat. Ustozlardan so'rab boqaylik-ya. Yoshni qizlarning ziyoda besim qilib olish to'g'ri ahvolmi? Masalan, o'zining ishinimi, qarshi tarafning ishini? O'zining ishini. Men cho'ng bo'lib ketdim deb qaraydigan. To'g'ri. Endi qizlar yoshga erlar qaraganda nechasi sezgur bo'ladi. Bularmi qizlarning yoshi cho'ngaygan sari o'ziga bo'lgan ishonch tuvalak ketadi. Bu nereden chiqqan xatolik desa, qizlar o'zining qimmatini nuqul badandan deb o'ylab qolgan. Shu badan qizlarning birdan-bir qimmat o'qiganda vaqtdan iborat yengilmas jangchi bu qizlarni naytizlar mag'lub qilib yutadi.
Şuna qizlarning badani amaliyot ularning hargizmi birdan bir mol mulk emas. Eng muhim nimasi ularning xarakteri, ularning qimmati, ham shundoq ularning aqli, amaliyot ularning haqiqiy qimmati hisoblanadi. Şuna nurg'un vaqtlarda badanni o'zining birdan bir qimmat deb o'ylab qolgan qizlarning har qandig'i yeshning cho'ng'ishiga erishib, o'ziga bo'lgan ishonchni tabiiyla utiriydi. Ammo yana bir qism ayollar bor. Ular cho'tsa yesh cho'ng'aygan sari har bir yoshda o'zining bir xil go'zalligini namoyon qila oladi. Deymizmi, har bir yoshda o'zi xos bir go'zallik, boshqa yoshda tepilmaydigan bir go'zallik bo'ladi. Shunga 30 yoshda o'zini 20 yoshdagi vaqtini sig'inish, 40 yoshda 30 yoshga vaqt sig'inish, bu nima esa bir mag'lubiyatchi ayolning yashab boqmagan, bir to'liq yashab boqmagan ayollarda bo'ladigan bir xil psixik ansizlik. Shunga nurg'un ayollar o'zining 20 yoshida to'liq yashamaganlik uchun 30 yoshga kelganda 20 yoshini eslaydigan, 40 yoshga kelganda 30 yoshni eslaydigan nimishqa desa, har bir yoshda to'liq yashamaganlikning ifodasi bo'lgan gap. Shunga ayollarning menimcha aytganda har bir yoshining o'zining bir go'zalligi bo'ladi. Shu go'zalligidan huzurlanib qilishini biz tavsiya qilamiz. Rahmat Ali Malim. Xayrgulda, siz mush Achi-ini muhabbati degan atalg'ini cho'qim angladingiz. Achi-ini muhabbati degan so'z navbat atrofimizda xil kengirib qoldi. Siz mush Achi-ini muhabbatiga qanday qaraysiz? Bu Achi-ini muhabbatiga deganda men bir 10 yillarning oldida men bir jut berib qoldim-da. Safar bilan bir xizmat bilan. Bu yerda bir ayollar meni intayin yaxshi ko'rib, mehmonga chaqirdi. Shu vaqtda men birisining balasimiki deb qolib ekanman. Birisining uyiga tomoq chaqirganda, tomoqni makirib turdi, men uyga qildi. Shu nim bo'lganda deb kirib qarsam, kompyuterning oldida o'ynab o'tiribdi eliqi bola. Hisobda tangitdan farq qildi ekanda. Masalan, 50 yosh ayol bo'lsa, 25 yoshlik yo'ldoshi bor ekan. Lekin, uydagi muomala faqatlam ana bilan bola o'tirishga muomala bor ekanda. Bola o'ynaydi ekan, tomoqni kirib turdi ekan, hamma ishni qilib turdi ekan. Hisobda u bolani beqiyotgan bir ana-da u. Ashunaq bir holatni ko'rib men qabul qila olmagan. Andaq cho'ng sayisi hozirgacha bor ekanda sizda. Shuningga men bu narsalarga tang nimishqa ekan, ham 1-2 yosh farq qilsa bo'ladi ekan. Chunki bizning atrofimizda 4 yosh farqqa odamlargacha bir oilada yashab, baxtli yashaganlar bor buning ichida. Ras, baxtli yashaganlar bor. Ziyoda cho'ng bo'lib ketishni ziyoda cho'ng bo'lib ketsa faqat bo'lmaydi. Meningcha 2 yoshdan 4 yoshgacha aralıqda farq bo'lsa, yana bir davrning odami hisoblandi emasmi? Qimmat ko'z qarashi, turmush ko'z qarashi o'xshash bo'ldi. Buning da yana o'z baxtini tepib ketalaydi deb qarayman. Bo'ldi. Rahmat Xayrgulda. O'zaro ko'z qarashlarimizni o'tirib qo'yg'ash, sizga bir tushunish fursati hosil qilib beraylik. Endi bu tarafdagi qizlarningki fikriga hurmat qilamiz. Chunki bularning erkinligi bor. Endi bu tarafda mana birdan bir Aliya siz uchun yanilchiroq saqlab qo'yiladi. Men buni tushundim. Chunki Aliya beshidlar gulingizni qabul qilganda, men azroq paranglashib baqay siz bilan degandi. Hozir sizlarga keng kushadi vaqt berdik. Chiqinglar bir paranglashib yiqinglar. Sizning menga bo'lgan talab fikringiz bormi? Anglab baqay. Mening alay talab fikrim yo'q. Shu mening qilayotgan ishlarimni qo'llasa, mamlakatdan taraqqiy qilib, xato yo'lga azroq mansab shu meni tuzib ma'manda bo'ldi deb azroq yetaklash bo'lsa. Siz nima ish qilasiz, Iskandar? İyilik tiklash yo'lida. İyilik tiklash yo'lidami? Buning keyingi nishoningiz, masalan, qanday ishlarni qilish? Taqin taraqqiy qilib, shu o'zimningki bir deymiz hamda hisobda shu shirkatningki har xil mahsulotini xalqaro tanitsam, o'zimning taxmin qilsam. Qalbs nishona. Mening bir savol sorg'im kelib qoldi Iskandardan. Siz Aliyaning sirtqi qiyofasiga qarab shundoq yaxshi ko'ribsiz, shundaqmi? Aliyaning hozir turgan turqidan qaraganda, bu shundoq modani her davrga moslashib yashashni yaxshi ko'rdigan. O'zim shundoq bir chiroyli qiz ekan, to'g'rimi? Mushu qizning shundoq yashash uchunmi cho'qim iqtisodni mushuni ta'minlash kerak-da. Uningga Aliyani ta'minlash kerak. Iqtisod sharoitingiz bormi sizning? Bor. Hozir yangi iyilik tiklab etibsiz. Sizning navbatdagi iqtisodiy kirimingizni bak aniq topamizmi bizga? Azroq aylık kirim 20 ming aşıyor. Bir aylık kiriminiz, Xayrguldan aldыңызmı? Bir aylık kirim 20 mingdan aşıdı devatıdı. İyilik tiklash yo'lidagi bir aylık kirim 20 mingdan aşıdı degan bek yaxshi ahvolmi? Bek yaxshi ahvol emas. Bizdek cho'ng bo'lgan odamlar uchunmi? Bek alaydi yaxshi. Alaydi yaxshi ahvol to'g'ri. Siz
mahsulot setib chiqarish orqali kirim qilyapsiz. Nima mahsulot? Teri sog'lomlik jihatdan ayollar mahsulotlarimi? Xonim qizlarning go'zallik. Qizlar Huajangpi deb shu kirim mahsulotlarimi? Erlarning bormi, qizlarning bormi? Erlarning hozir bor. Teri sog'lomlik jihatdan chaplaydiganlar ko'payib ketdi. O'zingiz chaplamsiz? Hem özümüz işiltip bir narsa özümüz ekirgenken işençlik alda başkalığa manda maciyatı yaxşı mahkemçilikken mi deprelayımız demek mi? Ben Aliyev için bir sual sorap berey. Baya İskender gap qilgan vaqtda meni xato yo'ldan ko'proq to'ssa degan gapni qilib qoldi ya. Hamda bu da'vatqaningiz men bilib bilmay menib qolsam meni to'sa oladigan hamroh bo'lsin demoqchimi yoki men ilgari azroq xato yo'lda menib qolgandim shu yo'limning takrorlanmasligi uchun menga yenimda bir yaxshi hamroh kerak demoqchimi? Xatolik azroq ko'nglim tuydi deymizku azroq xato yo'l menga qo'ysa bu yoqim tuysa meni xato yo'l mengayotganimni azroq his qilsam men o'zim tuzib qo'yguncha hamrohimni mashin xato manda deb yetaklab tang jihat ishga tang ilgarisak yaxshi qadamlar bilan olg'a ilgarisak demoqchim. Ko'nglingiz shundoq yaxshi o'ylab yetibsiz. Undaq bo'lsa Aliyada siz talab qilayotgan shu sezgurlik bodakmi? Gözlerine qasam badek. Aliyadan bir savol so'ray. Endi shu siz mayli bo'yinimiz olsun yoki kelgusdagi jo'ringiz olsun, siz aman jo'rlik bo'lsiz-ku. Hem siz shu bir erni o'zingizning qandaq nemisi orqali saqlab qala olayman deb qaraysiz? O'zingizdan qaysi tarbiya yoki qaysi alaylik yoki qaysi iqtidori shu erning ko'nglini yenimda tutib tura oladi deb siz o'ylaysiz? Birinchidan o'zimga ishonchim bor. Shu ishonchingiz nimadan keldi demakchi? Masalan, chiroyingizdan keldimi? G'ayat uzluksiz o'rganayotgan tirishchanligingizdan kelyaptimi? Masalan, men qilolmaydigan ish yo'q degandek. Bilimingizdan kelyaptimi? Xarakteringizdanmi? Yoki kechirmish tajribalaringizdanmi? To'g'ri. Xarakterimdan. Sizning xarakteringiz qanday xarakter? Birinchidan boshqalarni bak oson tushunmaychu. Anandan keyin ikkinchidan shu. Demak, siz shu o'g'illarni tushunish iqtidoringizga asosan ularni saqlab qola olayman deb o'ylaysiz. Yana birga erkinlik berma. Erkinlik berma? Masalan, qaysi nuqtadan tushunamiz? Ilaqi qumni qanchalik ching siqqan sir qo'limizdan chiqib ketadi emasmi? Shunga o'xshash. Endi shu hamma odamning o'zining qiziqish bo'ldi, erkinlik bo'ldi. Mana 22 yoshlik qizning davatgan gapi ya. Qumni ching siqqan sir qo'ldan ishtik tushib ketadi, erkinlik bergan vaqtda yaxshi turdi deb. Bu gap sizga yoqdimi Iskandar? Yoqdi. Masalan, Iskandar Jiroqqa safarga chiqdi deylik. Bir yillarda aran qaytib kelalishi mumkin. Uy bilan o'zini yoqtirgan kishilar bilan aloqa jihatini ko'p aloqa qilolmay, o'sha aldirashchilik ichida o'tishi mumkin. Mush erkinlikni bera olamsiz? Endi cho'qim berma. Undaq bo'lganda Iskandar, siz Aliyaga qaysi darajada erkinlik bera olasiz? O'zim yaxshi ko'rgan, o'zi to'g'ri deb qaror yo'llar bo'lsa, masalan, ba'zi xato o'zi to'g'ri deb o'ylagan yo'ldan ham to'g'ri bo'lishini atayingu. Shu yo'llar ba'zi xato bo'lib qolsa, ikkimiz maslahatlashib mandara qilsak bo'ldi deb o'zaro tushunish orqali to'g'ri yetaklasak, men tushensam, bu men tushensam, o'zaro shu orqali ikkilangan biz besim yo'q, o'z xalqini nima qilsa, men qo'llayman. Masalan, chiqilinglarning xizmatidan aldirash bo'lib ketdi deylik. Aliyam o'z ishi bilan aldirash, sizmi o'z ishingiz bilan aldirash bo'lib ketgan sharoitda siz Aliyani uyda o'ltirib ko'proq qurbon bersangiz bo'lamdikan degan ko'z qarashga kelib qolgan vaqtlaringiz bo'ladimi sizcha? Bo'ldi deb o'ylayman. Bo'lamda? Bo'ldi deb o'ylayman. Bu yerda hargiz sizga qaratib turib bu savolni so'rag'im emas, Patuguldan bir savol so'rag'im bor. Patugulda turmushda biz bundaq masalalarga duchor bo'lyapmizda, ba'zi qiz ayollar erining majburiy uyda o'tag'izib olish sababli o'zining tushkunlashib ketayotganligi, erining besim ishlatib turib xizmatidan ayirib olib qolganligidek shundaq real ahvollarni so'zlab beradi. Mushu to'g'rimi? Jamiyatimizda bu ahvol bor, lekin bu ev tarafniki ayol tarafni xizmat qilmaysa, uyda o'tirsa deyishi to'g'ri emas. Devletimiz Öyleniş Kanunu'nun 15. maddesinde bu doğruluk iniq belgelim var. Bu belgelimde evlerinin mu, ayallarının mu hizmet kılış, ügünüş, ictimai faaliyetlerine katlaşış,
ishlab chiqarish qatnashish huquqi bo'ladi. Bir tarafdan yana bir tarafdan zo'rlashiga yoki majburlashiga bo'lmaydi deb aniq belgilim bor. Bundan shuni ko'rishga bo'ladi. Er taraf bu ayol tarafni sen xizmat qilmaysa, uyda o'tirsa deb majburlashi to'g'ri emas. Endi ma alayda ahvolda, masalan, ayol har ikki taraf ishlab, baliq qoldi. U balasi kichik, qaraydigan odami yo'q yoki boshqa alayda ahvollar bo'lib qolsa, ayol har ikki taraf maslahatlashib, ayol taraf qo'shilgan ahvol ostida ishdan to'xtab, uyda o'tirib, balani beqib, yo'ldoshining xizmatlariga moslashsa bo'ladi. Lekin er tarafninki xizmat qilmaysa deb majburlab ishdan to'xtatishga bo'lmaydi. Xato. U to'g'ri emas. Patigilda yana mundaq bir ahvollarni uchurtimiz ham anglaymiz. Ham o'zini noit bilarman chaqlaydigan bir qism erlar bo'ladi. Noit oldin ko'rganda kelgusini planlayotganda gaplarni qiladi. Lekin bilish doirasi cheklik bo'lishi mumkin. Chunki hozir davlatimizning planliq tug'ut siyosati noiti mukammallashyapti kundan kunga. Bir qism erlar ayollarni masalan 3 dan ortiq, 4 dan ortiq, hatto 5 farzandlik bo'lish qistaydigan ahvollarni anglamdiq emas, anglaymiz. Mushundaq ahvollar masalan ko'rilganda qanday qilish kerak? O'sha qonunlarimizda aniq belgilama bor. Erning ayolning pilalo tug'utga bo'ysunish majburiyati bor. Uning ustiga davlatimizdagi pilalo tug'ut qonuni bor. Bu pilalo tug'ut qonunidagi belgilim bo'yicha qonun yo'l qo'ygan doirada farzandlik bo'lish kerak. Hamda er taraf shu qonun yo'l qo'ygan doiradami ish ochgan asosda baliq bo'lma desa, ayol taraf buni rad qilsa bo'ladi. Chunki ayol tarafning bola tug'ish huquqi, tug'maslik erkinligi bo'ladi. Rahmat Patigilda. Xo'sh, ma'lum savatlarga ega bo'lib oldik inim, shundaqmi? Chunki siz texi endi 20 yoshdan olib mengib o'tibsiz, oldingizga musobalarni aytib ko'p. Albatta siz emas, sizdan keyin mushtaklarga chiqadigan nurg'un yigitlar bor. Shularning yo'liqqan masalalarini ham yo'liqmagan masalalarini biz o'zaro mushtaq muzokaralashib, kam kishida hal qilib olamiz. Endi oliy ishkanlarga kelsak, bayatimiz gapimiz to'xtaga yig'ib kelaylik. Siz balkim bak aldirash bo'lib ketsa, uyda o'ltirsangiz bo'ladi deyishim mumkin. Deb qaldınız. Aliye buna qanday qaraydigandir? Men shuni o'ylab japa tatmaslikni o'ylab shuni o'yda degan tushunish kerak-da. Qani izdan anglab baqayli. Uyda o'tirsak japa tatmizda. Qashta o'ylayman. Men undaq uyda o'tirishni xohlamayman. Qabul qilmayman. Men muqim uyda o'tirам demoqchi emas. Ma'qul. Voy, shunda bu ma'qulni qanday tushunamiz? Ha, ma'qul ashkipimiz. Men yana bir savolim bor. Zo'r bo'lay. Men odatda bozor aylanishni yaxshi ko'rmayman-ku. Siz-chi yaxshi ko'ramsiz? Masalan, men bozorga chiqsam, men bilan tang chiqishni xohlamsiz? Xohlayman. Men bir narsamliq yoki sizgimi? Sizga oldingizda. Ha, bo'ldi. Men asaq bo'lmamda? Bo'ldi, o'ningmi? Ha. Shu chog'da biz bozor aylanib sizga ishdan mayka evoldik deylik. Shu do'kon kirib tanlab siz uni keydingiz. Keygandan keyin shundoq bak yarashdi u kiyimingiz. Yarashgandan keyin sitib oldik endi. Sitib olgandan keyin siz yangi olgan kiyimingizni kiyib mang'amsiz yoki boshda kiyib kelgan kon kiyimingizni kiyib chiqamsiz teshig'a. Boshda kiyib kelgan kiyim kiyib chiqdimmi? Bo'ldi, men shu savolga qanoatlandim. Agar yangi olgan kiyim kiyib chiqdimi degan bo'lsa siz qanaqa o'ylaydingiz? Qanday javob beradingiz? Endi shu yangini ko'rganda konini tashlagan bo'ldi-da. Alimalim bu psixologik tahlil qilishmi qanday? Ma'lum darajada ilmiy asosi bor. Hozir aqlli singillarimiz bizdan tajribaligrakmi nima Xayrgulda? Biz masalan konisini kiyib chiqtamdi, yangisini kiyib chiqtamdi degandek nuqtalarga bak ko'p diqqat qilib bulamay e'tibor bermay qolganimiz balkim turmushning aldirashchiligida. Bo'ladi. Undaq bo'lsa, qarsam hozirgacha Aliya chiroqni saqlab qopti. Endi qaror qilish erkinligi har ishkanlarda bor. Agar Aliya yana bir oz o'yinib chiroqni o'chirsin bo'ladi va yoki o'chirvatmay saqlasin bo'ladi. Iskandar bo'lsa, Aliyaning qo'lidan tutib, güzel kelajakka qarab oldi qarab mangsi bo'ladi. Agar yana xohlamasa, sahnadan o'zi yolg'iz ayrilsin bo'ladi. İşkanlarga 5 sekund vaqt beramiz, qani o'tirib kelinglar. Agar qaror chiqarib bo'lgan bo'lsanglar, men 5 ni sanayman, o'zaro qo'l tutishib sahnadan ayrilsanglar, tamoman bo'ldi. Va yoki Aliya yanala o'z o'rnida qilib qolsa, Iskandar o'zi yolg'iz ayrilsin bo'ladi. 5 4 3
2 Aliye yanıla öz uğrunda qıyıb qalsa İskəndər öz yalqız ayrılsın buludu. 5 4 3 2 Menimcha Aliyanimiz eng oxirgi javob bakrak qayil qilib qo'lingizni Iskandarga berdingiz bu deyman. Uning oldidan hech ta'sirlantirmay qoldimi qandaq? Lekin eng oxirgi qaror chiqarishingizga sabab bo'ldi. To'g'ri. O'zingizning hukmiga ishonamsiz? Ishonaman. Bo'ladi. Iskandar, muborak bo'lsin. Ishqanlarni programma guruhimiz ham ustozlarimiz tabriklaymiz. Ishqanlarga programmamizni alay talab qilgan o'rin Tilsim oltinchiligining bir tal to'yliq oltin uzgi bilan atirgulning surti tushirilgan medalyon, oltin medalyonni sovg'a qilamiz. Qani. Rahmat. Iskandar, bu mukofotni qanday taqsimlash sizning erkinligingiz. Yana bir romantik usulda berib baqsangiz qanday bo'lar? Muborak bo'lsin. Her çıkanlardan çıkaran kararlardan pişayman qilmasliginglarni oldinglarga qarab da'vatli qadam bilan yashashinglarni umid qilamiz. Yana sizlarga mukofotlarimiz uzilmaydi. Navoda sizlar to'y qilishdek mushtaq xushallik kunlarga ulisha olsanglar, programmamizga o'yilnish xetini ko'rsatib bera olsanglar, undaqda programma guruhimiz sizlarning Şirinay sayohatinglarni, ya'ni sayyohga borgan Şirinay sayohatinglarni aksiyalashtirib berdi. Undan so'ng Özünü ətlab qalsanlar 30% haqqını proqram qurubimiz kötüb berdi. Lekin şərtimiz çoxum to'y qilish bosqichiga berib o'yilnish xiti olgan bo'lishinglar kerak. Albatta biz bu yerda majburiy xarakterli to'y xiti e'lonlar demaymiz. Erkinlik yana ishqonlarda o'zinglar qaror qilsizlar. Rahmat sizlarga. Ishqonlarni muvaffaqiyatli kuzatdik. Qani Iskandar, Aliyaning qo'lidan tutib sahnadan tushsangiz bo'ladi. Xayr xo'sh. Baxtli bo'linglar. Vefasızlık olmasın Cümleyle biz Toy kıldıcı Ben bu programma qatnashib, bunda yaxshi fursatlarninki, yaxshi ta'limning kelishini men o'ylab boqmagan, shunda chiroyli bir qizga erishdim, ta'lim keldi deb o'ylayman. Bundan keyin bu qizlar taxim yaxshi tushunishib, kunlarimizning oxirgi natijasini taxim yaxshi bo'lishini, menga birga o'tib ketishimizni umid qilaman. Bu bol sahnəyə çıxandan ki, mənə gələn təsir bolsa, şundan yaxşı. Şuna mən çırğımı izcə saxlab gəlgətdim. Oylamağa gəldim, bu balını mən tanlab qaldı. Şuna bunundakı işlərimizin oңuşluq, axırıgacha birga ötüşünü arzu qıldım. Qadrli görürmən dostlar, programımız